prezidenti, yoshlar fan ta'lim, sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abdurahmanov Odil Qalandarovich, O'zbekiston Adaptiv sport assotsiatsiyasi raisi Tashqatchayev Muxtorxon Maqsudovich, azizlar, diqqat qiling. So'z O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ijtimoiy himoya bo'yicha maslahatchisi Mansurbek Polvonzoda Allayyorovga. Assalomu alaykum. Hurmatli ukalar, opalar. Taqdirlash qaror qilindi va ushbu jarayonlarga guvoh bo'lyapsiz. Olqishlaringizni ayamaysiz. Olqishlaringizni eshitmayapmiz. Bu tarixiy lahzalar deya baralla-aytishimiz mumkin. Birinchi o'rin egalariga 5 tashabbus paralimpiadasining kubogi topshirildi. Va bilasizmi, bugun mana shu yoshlarning o'rniga ertaga siz bo'lishingiz mumkin. Va muhtaram mehmonlarimizga